ko'rsatkichli tenglamalar. Demak, ko'rsatkichli tenglamalar asosan a darajasida fx barobar a darajasida demak gx ko'rinishga keltirilib keyin yechiladi ko'p hollarda. Ushbu demak asoslar tengligidan foydalanadigan bo'lsak, bu yerda demak daraja ko'rsatkichlarini tenglab ushbu tenglamani yechimi berilgan demak ko'rsatkichli tenglamaning yechimi hisoblanadi. Bunga misollarda mana ko'rsatadigan bo'lsak, 2 darajasi x minus 1 barobar aytaylik 8 darajasi 3x plus masalan 3. Ushbu tenglamani yechish uchun dastlab uni bir xil asosga keltirish kerak. Ma'lumki 2 darajasi x minus 1 mana chap tomondagi asos 2 bo'ladigan bo'lsa, o'ng tomonda 8. 8 esa 2 ning kubi. 3x plus 3. Natijada 2 darajasi x minus 1 barobar 2 darajasi 9x plus 9. Asoslar mana tengligi hosil bo'ldi va endi daraja ko'rsatkichlarini tenglashtiramiz. Natijada mana minus 8x barobar 10, x ni topadigan bo'lsak, mana minus 10 taqsim 8 yoki x barobar mana 2 ga qisqartirsak 5 o'ndan 4. Bu ham barobar minus 120 100dan 25 soni hosil bo'ladi. Agarda bir ildizli yoki bir qanaqangidir bitta asosga kelmagan holatdagi ifodalar bo'lsa, dastlab uni jiddiyroq o'ylab ko'rish kerak. Balki o'sha ifodani ham aynan o'sha berilgan asos yoki bir xil asosga keltirish mumkindir degan fikr bilan harakat qilish kerak bo'ladi. Masalan, 3 butun davrda 3 darajasida 2x minus 1 bu barobar 0,3 darajasida 4x plus masalan mana 3. Ushbu tenglamani yeching. Bir qarashda haqiqatda ham bu yerda asoslar turli tuman ekanligini aytish mumkin. Ammo 3 butun davrda 3 ifodani oddiy kasrga aylantirsak, bu 3,3 dan 1 ni tashkil qiladi. 2x minus 1 darajasida 0,3 ni esa mana oddiy kasrga aylantiradigan bo'lsak, 3 taqsim 10 ni 4x plus 3 darajasida. Endi 3,3 dan 1 noto'g'ri kasrga aylantirilsa, 3 dan 10 hosil bo'ladi. Bu yerda esa 3 taqsim 10 ning 4x plus 3 soni. Tenglikning o'ng tomoni deyarli o'zgartirilmadi. Bularni tenglikning chap tomonini mana 3 taqsim 10 asos keltirsak, tabiiy ravishda bu minus 2x plus 1, ya'ni daraja ko'rsatishiga minus 1 ko'paytiriladi. Va ana endi biz tenglamani ikkala tomon chap va o'ng tomonlardagi ifodalarni bir xil asosga keltirdik va asoslar daraja ko'rsatkichlarini endi tenglashtiramiz. Minus 6x barobar 2, x ni topadigan bo'lsak, mana minus 1 taqsim 3 javobga erishamiz. Uchinchisi 2 darajasi x plus 4 minus 2 darajasi x barobar mana 60. Ushbu tenglamani yeching. Bu yerda yuqoridagi a darajasi fx teng a darajasi gx ko'rinishda emas, tashqi ko'rinish shunday bo'lgani bilan, demak qandaydir bir shakl almashtirishlar, turli xil qo'shimcha xatti harakatlar bilan yuqoridagi o'sha shablon holatdagi tenglamani ko'rinishiga keltirish mumkin. Buning uchun 2 darajasi x ifodani qavsdan tashqariga chiqaramiz. 2 ning 4-inchisi minus 1 teng 60 ko'rinishdagi tenglik hosil bo'ladi. Qavsning ichini hisoblaydigan bo'lsak, mana 15 ga tengligi ma'lum. 2 darajasi x ni aniqlasak, demak 4 ga tengligini topamiz va 2 darajasi x barobar 4 2 ning kvadrati bo'lgani bois x ni 2 ga teng ekanligini osongina demak aniqlash mumkin. Bundan tashqari ko'rsatkichli tenglamalarda ayrim hollarda demak turli xil asoslar ishtirokidagi masalalar ham mavjud. Bunga mana misol uchun misol tariqasida 2 darajasida 5x plus 6 minus 7 darajasida 5x plus 2 minus 2 darajasida 5x plus 3 minus 7 darajasida 5x plus 1 teng 0 tenglamani keltirish mumkin. Bu yerda diqqat bilan ahamiyat bersak, 2 va 7 asosga ko'ra ifodalar mavjud. Bu turkumdagi tenglamalarda har doim bir xil asosdagi ifodalarni tenglikning chap tomonida, ikkinchi xil asosdagi ifodalarni esa tenglikning o'ng tomoniga o'tkazish maqsadga muvofiq bo'ladi. Hamda darajasi kichik, ya'ni 2 darajasi 5x plus 3 yuqoridagi darajalardan kichik darajali
2 ning darajasini qavsdan tashqariga chiqarish lozim. Mana natijada 2 ning kubi minus 1 qoladi. Chap tomonda esa 7 darajasi 5x plus 1 qavsdan chiqaradigan bo'lsa, 7 ni birinchisi plus birinchi tarzdagi ifoda qavs ichida qoladi. Endi 2 darajasi mana 5x plus 3 bu ko'paytirilgan 7, 8 minus 1 ifoda bo'ladi qavs ichidagi ifoda. 7 darajasi 5x plus 1 ifoda esa bu yerda demak 7 plus 1 8. 8 esa 2 ning kubi tarzida tasvirlash mumkin. Endi 2 ning kubini demak mana chap tomonga bo'lamiz. Chap tomondagi 7 ni esa demak o'ng tomonga bo'lish tariqasida o'tkazamiz. Buning natijasida mana 5x plus 3 mana bo'lingan 2 ning kubi yoki mana kasr chiziq qilib chizsak ham yozsak ham bo'lardi. Bu esa bu yoqqa demak bo'lish qilib o'tkaziladi. Va natijada 2 darajasi 5x barobar 7 darajasi 5x ko'rinishdagi tenglikka erishamiz. Bu yerda mana 7 darajasida mana 5x ifodaga bo'lsak, ifodamiz 2 taqsim 7 darajasida 5x barobar 1 ko'rinishdagi ifoda hosil bo'ladi. Agarda 1 ni 2 taqsim 7 ning 0-darajasi ekanligiga ahamiyat beradigan bo'lsak, demak 5x ni 0 ga tenglab x barobar 0 tenglikka erishamiz. Mana 4-misoldagi oxirgi qoidani umumiy holda ham aytishimiz mumkin. Ya'ni asoslar har xil bo'lib, a darajasi fx barobar b darajasi fx. Albatta bu yerda a va b lar 0 ga teng emas. A va b lar o'zaro teng emas. A va b lar demak ikkalasi ham birdan farqli holatlarda ushbu ko'rinishdagi tenglamani yechishning yo'li yoki umumiy qoidasi a yoki b ni o'sha fx darajasiga bir paytda bo'laylik. Mana keling b darajasi fx ga ikkala tenglikni bo'ladigan bo'lsak, mana natijada a taqsim b darajasi fx teng 1 ko'rinishdagi ifoda hosil bo'ladi. 1 ni a taqsim b ni 0-darajasi deb tasvirlash mumkin va natijada mana asoslari bir xil daraja ko'rsatkichlarini tenglashtirishga ko'ra, ushbu qoidaga ko'ra fx teng 0 tenglamani ishlash bilan ushbu tenglamani yechish bu ekvivalent hisoblanadi. Endi ayrim ko'rsatkichli tenglamalarda mana 5-si kvadrat tenglamalarga keltirish hollari ham uchrab turadi. Mana 5 darajasi 2 minus x minus 5 darajasida x barobar 24. Ushbu tenglamani yechish talab qilinadi. Bu yerda yuqoridagidek, demak 5 darajasi x ni yoki 5 darajasida minus x ni qandaydir bir ifodani 5 ning darajasini chiqarganimiz bilan foydasi, nafi bo'lmaydi. Sabab bu yerdagi x ning ishoralari ahamiyat bering. Mana bu yerda minus, bu ushbu 5 darajasi esa plus, ya'ni qarama-qarshi bo'lganligi bois bunday ko'rinishdagi tenglamalar quyidagi tartibda yechiladi. 5 ning kvadrati taqsim 5 ning darajasi x deb tasvirlash mumkin. Berilgan 5 darajasi 2 minus x ifodani minus 5 darajasi x barobar 24. Mana ko'rinib turibdi-ku, mana 5 darajasi x ni agar t ga almashtiradigan bo'lsak, mana natijada 25 taqsim t minus t barobar 24. T ga ko'paytiradigan bo'lsak, hamda ifodadagi barcha o'zgarishlarni bir tomonga o'tkazib, kvadrat tenglama holatiga keltirsak, bu yerda t1 1 ga teng, t2 esa mana minus 25 ga teng ekanligi ko'rinib turibdi. Va natijada berilgan ifodalarimizni 5 darajasi x ni 1 ga tenglasak x barobar 0, ikkinchisi 5 darajasi x ni minus 25 ga tenglasak, bunda bo'sh topamiz. Sabab 5 darajasi x sonimiz hech qachon demak manfiy songa teng bo'la olmaydi. Bundan tashqari ayrim kvadrat tenglama ko'rinishdagi kvadrat tenglamaga keladigan ko'rsatkichli tenglamalar ayrim paytlarda murakkabroq ko'rinishga ega hisoblanadi. Mana masalan 9 darajasi x plus 6 darajasi x barobar 2 ko'paytirilgan 4 darajasida x. Ushbu tenglamada 9, 6 va 4 kabi asoslar mavjud. Bular demak 3 xil asos hisoblanadi. Agarda bu yerda ahamiyat bilan qaraydigan bo'lsak, 9 bu 3 ning kvadrati, 6 3 va 2 ning ko'paytmasi, 4 esa 2 ning kvadrati hisoblanadi. Ushbu demak tenglamani 4 darajasi x ga chap va o'ng tomonlarini bo'ladigan bo'lsak, natijada mana 9 taqsim 4 ning x-inchisi plus 6 taqsim 4 ning x-inchisi barobar 2 tenglikka erishamiz va 9 taqsim 4 ning 3 taqsim 2 ning kvadrati ekanligini bilsak, 3 taqsim 2 ning 2 x-inchisi 6 taqsim 4 ning 2 ga qisqartiradigan bo'lsak, mana bu tarzdagi tenglama hosil bo'ladi. Va bu yerda ko'rinib turibdiki, 3 taqsim 2 ning x-inchisini mana t ga almashtiradigan bo'lsangiz, osongina
kvadrat tenglama ekanligini bilish qiyin bo'lmaydi. Ahamiyat berish lozim albatta o'sha sonlarni kombinatsiyasiga. Bu 3 ni kvadrati, 4 esa 2 ni kvadrati, 6 esa ularni birinchi darajalarini ko'paytmasi. Mana shunday hollarda xuddi shunday yoki 2 ni darajasiga yoki 3 ning darajasiga bo'lgan holda yechish mumkin tenglamalarni va bu tenglama albatta kvadrat tenglamaga keladi. Kvadrat tenglamani yechadigan bo'lsak, 1 va mana -2 ikkita ildizga ega bo'ladi. Birinchisi 3 taqsim 2 ni x-nisini mana 1 ga tenglasak, x barobar 0. Ikkinchisi 3 taqsim 2 ning x-nisini mana -2 ga tenglasak, bunda ham yechim bo'lmaydi albatta. Keyingi misolimiz 2 minus ildiz osti 3 darajasida mana x plus 2 plus ildiz osti 3 darajasida x barobar deylik yana 4 tenglamani yechish talab qilinadi. Bu yerda ahamiyatli jihati shundaki, ushbu tenglamaning ildiz osti 2 minus ildiz osti 3 va ildiz osti 2 plus ildiz osti 3 sonlarining ko'paytmalari 1 ga teng. Ya'ni ular o'zaro teskari sonlar. Tabiiyki, agar ularga demak mana x-inchi darajalarni qo'ygan holatda ko'paytirsak ham ildiz osti 2 minus ildiz osti 3 demak ildiz ostidagi ifodaning x-inchi darajasini a deb belgilasak, bu holda ikkinchi ifodani 1 taqsim a ekanligi ushbu ko'paytmani 1 ekanligidan kelib chiqadi. Va bularni tenglamadagi tengliklarga o'sha joylashtiradigan bo'lsak, a plus 1 taqsim a barobar 4 ko'rinishdagi tenglama hosil bo'ladi. A ga ko'paytiramiz va tenglikning chap tomonida a kvadrat minus 4a plus 1 teng 0 tarzidagi demak kvadrat tenglamani hosil qilgan bo'lamiz. Ushbu tenglamani yechish uchun demak diskriminant aniqlaydigan bo'lsak, demak 16 minus 4. 16 minus 4 barobar 12. Diskriminant 12 ga teng. A1, A2 qiymatlarini topadigan bo'lsak, 4 plus minus 2 ildiz osti 3 taqsim 2. Natijada 2 plus minus ildiz osti 3 ildizlarni A sonining qabul qiladigan, tenglikni qanoatlantiradigan A ning qiymatlarini topamiz. Endi bittadan belgilashimizga ko'ra ildiz osti 2 minus ildiz osti 3 x-inchisi a ga teng bo'ladigan bo'lsa, dastlab 2 minus ildiz osti 3 ga tenglaymiz. Bu yerda mana x-inchisi bu barobar 2 minus ildiz osti 3 ning kvadratiga qiyoslasak bo'ladi. Ya'ni aynan ikkala tomon o'ng tomonlari bir xil. Buning natijasida x ni 2 ekanligini topish qiyin emas. Ikkinchi a ni 2 plus ildiz osti 3 ga tenglaymiz. 2 plus ildiz osti 3 ni demak mana alohida ko'rsataylik. Bu 2 minus ildiz osti 3 bilan o'zaro teskari bo'lganligi sababli aynan ushbu tenglik ko'rinishda yozish mumkin va buni minus 1 darajaga qiyoslash mumkin. Natijada 2 minus ildiz osti 3 ning demak x-inchisi bu barobar 2 minus ildiz osti 3 ning minus 1 yoki 2 minus ildiz osti 3 ning x-inchisi bu 2 minus ildiz osti 3 ni minus 2-inchisi deb ham yozish mumkin. Bu esa x ni minus 2 ga tengligidan dalolat beradi. Va shu tariqasida tenglamaning ildizlari plus minus 2 dan iborat ekanligini biz demak osongina bilishimiz mumkin. Navbatdagi misolimiz ozgina boshqalardan oldingi tenglamalardan farq qiladi. Demak, o'sha misolni yozaylik shartini. 2 darajasi a 3 ga teng, 12 darajasida b 81 ga teng. Savol masala qo'yilyapti. A ni b orqali aniqlang yoki a ni b orqali ifodalang. Bu turkumdagi demak savollarga dastlab 12 ni demak tub ko'paytirishlarga jazasak 2 ni kvadrat ko'paytirilgan 3 deb tasvirlanadi va tenglikning chap tomondagi ifoda 81 esa 3 ni 4-chi ekanligini alohida ta'kidlab o'tish kerak. Bularni o'sha b-chi darajaga ko'tarsak, 2 ni darajasida 2b ko'paytirilgan 3 ni b-chisi teng 3 ni 4-chisi tarzda ifoda hosil bo'ladi. Tenglikdagi 3 asosdagi ifodalarni o'ng tomonda yig'amiz. Ya'ni buning uchun 3 darajasi b ga bo'lamiz. Natijada 3 darajasida 4 minus b. Ya'ni mana bu tarafiga 3 darajasi b ga bo'ldik. Endi demak tenglikning chap tomoni 2 asosga ko'ra, o'ng tomoni esa 3 asosga ko'ra. Berilgan
ifodalardagi o'sha eng dastlabki misolni berilishda 2 ni aynisi 3 ga tengligidan 3 ni o'rniga 2 darajasida a ni joylashtiramiz mana. 2 darajasi 2b barobar 2 ni aynisi uni ham darajasi 4 minus b. Natijada 2 darajasi 2b barobar 2 darajasida a ko'paytirilgan 4 minus b ifoda hosil bo'ladi. Asoslar bir xilligidan demak daraja ko'rsatkichlarini tenglashtiramiz. Va natijada mana a ni 2b taqsim 4 minus b ekanligini demak aniqlashimiz mumkin. Ayrim tenglamalarni, demak ko'rsatishli tenglamalarni xususan yechishda hushyorlik talab qilinadi. Masalan, x minus 2 4x kvadrat plus 2x barobar 1. Ushbu tenglamani yechish talab qilinyapti. Ko'pchilik o'quvchilarimiz yoki abituriyentlar ushbu tenglamani yechishda xatolikka yo'l qo'yishadi. Ayrim hollar qolib nazarda tutilmay qolib ketadi. Ayrimlari o'sha chalkashlikka yo'l qo'yishadi. Qachon demak ko'rsatishli ifoda 1 ga teng bo'ladigan holatlarni keling birma-bir sanaylik. Dastlab o'sha asos x minus 2 bo'ladigan bo'lsa 1 ga teng bo'lsa, bu ifoda x ning har qanday qiymati demak 1 ga teng bo'lishini juda ham yaxshi bilamiz. Yoki daraja ko'rsatkichi 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa va shu holatda x minus 2 ifoda 0 ga teng bo'lmasligi lozim albatta, chunki 0 ning 0-darajasi aniqlanmagan. Va 3-holat ham mavjud. Bu yerda x minus 2 demak mana minus 1 ga teng bo'lib va daraja 4x kvadrat plus 2x ifoda juft butun son deganda modul jihatdan 2 ga bo'linuvchi son. Juft butun son bo'lishligi ham ushbu tenglikni qanoatlantirishi aniq. Birma-bir yechadigan bo'lsak, mana bundan x barobar 3 ildiz chiqadi. Birinchi tenglikdan haqiqatda x teng 3 tenglikni ushbu tenglamani qanoatlantiradi. Ikkinchi tenglamadan 2x ni qavsdan chiqaradigan bo'lsak, mana x1 0 ga teng, x2 esa mana minus 0.5 ga tengligi hosil bo'ladi. Bu yerda mana 0 va minus yarim sonlari ham ushbu tenglamani yechimi hisoblanadi. Va oxirgi ifodadan x minus 2 ni minus 1 ga teng desak, x teng 1 tengligini hosil qilamiz. Va albatta mana x ni o'rniga 1 ni qo'yib ushbu ifodani mana tekshiradigan bo'lsak, mana 6 ga teng. Haqiqatda mana juft butun son u holda demak x teng 1 tenglik ham, ya'ni x ning 1 qiymatdagi qiymat ham tenglamani qanoatlantiradi. Tenglamani ildizi bo'la oladi. Demak, ildizlar mana 3 birinchi ildiz, ikkinchi ildiz 0, uchinchi ildiz mana minus 0.5 hamda to'rtinchi ildiz demak 1 ekanligini ko'rish qiyin emas. Ushbu turkumdagi tenglamalarda ko'pincha o'sha abituriyentlarning 4-ildizni topish hollari, 4-ildizni topishda aniqrog'i ular juda qiyinchilikka duch kelishadi. Ayrim ko'rsatkichli demak tenglamalar grafik usullarida ham yechiladi. Mana masalan 10-misolimiz aynan shunga bag'ishlanadi. Aytaylik, mana 2 darajasi x barobar 9 minus x kvadrat. Ushbu tenglama nechta yechimga ega? Tenglama bu yerda demak tenglamani ildizlar sonini topsak kifoya. Buni demak nechiga tengligi muhim emas. Y barobar 2 darajasi x, y teng 9 minus x kvadrat funksiyalarini belgilab olamiz hamda ikkala funksiyani ham grafikini yasaydigan bo'lsak, mana 2 darajasi x ni mana yuqorida ham yasab ko'rsatganmiz. Ushbu ko'rinishdagi grafikdan iborat bo'ladi albatta mana. Y barobar 9 minus x kvadrat funksiyani grafigi esa 9 shu yerda deb faraz qiladigan bo'lsak, mana bu tarzda bo'ladi. Mana bu yerda 1, buning grafiklari esa mana bu tarzda parabolani chizish mumkin. Tarmoqlari pastga qaragan, x ox o'qini minus 3 da kesishi aniq, 0 da 9 bo'lganligi va parabola uchini oy da yotishini inobatga olsak, demak grafiklarimiz, funksiya grafiklari ikkita nuqtada kesishadi. Va natijada mana tenglamamiz ikkita yechimga ega deb xulosa qilishimiz mumkin bo'ladi.